Siz uchun biz smartfon emas, biz sizga imkoniyat, ishonch, kafolat sotamiz. Inshaalloh bizda har bir smartfon uchun alohida nazorat xodimlari tekshirib oladi, tekshirib beradi, video qilib beradi, tekshirib olasiz, oldindan to'lov qilmaysiz, borganda to'laysiz va biz sizga eng qulayliklarni taqdim etsagina baraka topamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi chegirmalar hammasi sizlar uchun. Eng ajoyib smartfonlar bugun sizlarga. 128.97 $385 A+ yangi iPhone 13 ni siz qayerda ko'rgansiz? Bunaqasini uchratmaysiz. Hozir olaydigan payti 256 93% yangidek hozirgina Koreyadan kirib keldi. Ideal sostavda $300 evaziga 256 xotirali iPhone 2 atroflari keramikadan ishlangan, yupqa va yengil. Yangi avlod smartfoni, zamonaviy, jozibali, sifatli kafolatlangan Redmi Note 14 $142 moviy osmon rangda, yangidek holatda. Bizdan ko'pchilik Note 10 so'rashayotgan edi. Bizdan so'ralgan telefon Xudoning qudrati bilan bugun so'rasa ertagacha topib bera olamiz. Chunki bizda mingdan ortiq telefon modellari bor. Full box holatda, 8256 lik ideal sostavda. Bu smartfonimiz narxi $127 ga, hattoki chexoligacha turibdi. Original chexoli. Honor X9C dunyoning bardoshli smartfoni, full box holatda ko'plab imkoniyatlarni o'zida mujassam etgan flagman hissiyotini ushbu smartfon sizga atiga $275 ga, o'zi yangisi 340 turadi, deyarli yangidek holatda. Galaxy S24 Dubay regionida 1 yillik rasman kafolati bugundan amal qiladi. A+ polniy bronik bilan kelishib yubordim, videosi ham bor Telegramda. $465 evaziga. Note 9 ni 145 ga koreyskiy sotamiz. Ideal dubayskiy variant kelib qoldi. Korobkalar bilan $142 ga. Chegirma narxda. Foydalanib qolinglar. iPhone 16 Pro natural titanium rangi, shubhasiz 2025-yilda ham trendga aylandi. Bu rangni ishlatgan odam keyingi 17 Pro da ham shunaqa rangini oladi. Qo'limda ko'rib turganlar endi zaryadlari ochilmagan 256 $1029 ga O'zbekistonda ishlamagan, Koreyadan keltirilgan ideal 100% radno 256 91% narxi esa $603 ga. iPhone 2 Pro Max 128.97 $385 ga. Bu kami 420-410 lik telefon bilasizlar. 128 96% 14 Pro Max ideal sostavda narxi esa $575 ga. 128 81% $279 ga, 100% A+ variantda. 256 97 64 84 iPhone 11 Pro'lar ideal holatda $295 ga, $265 tashkil etyapti. Yangidek A+ segmentda. 12 Pro'ni ishoning, siz bunaqa yangi holatda A+ variantda aniq ko'rmagansiz. 345 355 256 96 97%. Eng yangi holatda nafaqat bizda blue, qora, balkim oq, gold barcha ranglar sotuvda bor. Hammasini batareykasi baland, yuqori sifat. 128 84 Amerika regionida bunaqa yangi 13 Pro Max ni siz aniq ayta olaman, bitta nuqta topa olmaydigan eksklyuziv variantini siz $546 ga topa olmaysiz. Va yana ham qiziqarli narx $139 ga. iPhone 8 Plus 100% 64 talik ideal sostavda. iPhone 14 Pro 128 85 $575 ga, 256 82 iPhone 13 Pro $465 ga. Chegirma narxlardan foydalanib qolinglar. Arzon, yuqori sifatlarni ta'minlashda davom etgan holatda 128 96% narxi esa chegirma narxda $565 ga. Samsung S10 ni kecha A+ dan $212 dan chegirma qilib sotib yubordik hammasini. Bugun esa A- O'zbekistonda shunaqangi A+ olib turib ozgina ishlatishganligi uchun $180 ga. Bu hali hammasi emas. Siz uchun esigan birda duarim so'ragandingiz. 180 ga beraman. Bilasiz, $235 telefon. A25 A32 5G dan arzon, 120 Hz amaliy displey orqasi, karboniy korpusga ega ideal sostavda eng arzon narx, yuqori sifatni ta'minlab beramiz. $109 ga Redmi Note 12, 6 ga 128 talik. Telefonlar assortimentini ko'rasizlar, o'ta ko'p. Xudo xolasa e'tibor beringlar. 128 97 ikkita sim kartali A+ holatda iPhone 2 narxi esa $303 evaziga. Men sizga ikkita iPhone tavsiya etaman, shunaqa cho'tki holatda. Xo'p. Gold rangda iPhone 14 Pro ham bor edi. Yana ko'rsatib o'taman. Hozir mana ideal blue rangda 128 97 $465 evaziga. iPhone 15 Pro so'raganlarga 256 90 $745 ga. Hozir kuni kecha 128 90 dan baland kerak bo'lib, o'zim 755 760 dan oldim qo'shni do'konlardan. Bizda narx arzonligi mana siboti.
iPhone 12 dunyoning eng yengil, eng kichik, yozga mos bo'lgan, sizga mos bo'lgan 12 mini modelimizni chegirma narxda $219. 14 Pro A+ 256 $585. 11 Pro A- $195. Oddiy ozgina ishlagan $205 64 100% XS Max modelimiz. iPhone SE $138 A+ segmentda, yangidek holatda 6484 A+ segmentda. Note 20 Ultra 340 dan kami yo'q bilasizlar, $319 qilib berishga tayyorman. Bironta nuqtasi yo'q, eng yangi sostenada. Ochasiz, yopasiz va o'zgacha stilni his qilasiz. Smartfon zamonaviy, buklanadi, lekin ekrani buklanmaydi. Dinamik AMOLED 2x 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 1 Plus chipiga ega, eksklyuzivniy telefon $257 8256 va budjet segmentidagi smartfonlarning qiroli. Budjetli telefon emas, lekin flagmandan hech qayerga qolishmaydi. Ekrani yonaman deyapti. Ekrani OLED, ko'zga ziyonsiz AMOLEDdan qimmat turadi. Qayrilgan old orqasi $160, 8 ga 128 sali. A- $126 A82, A32 5G dan arzon narxga. Note 10 Plusni dual sim kartali yangi A+ varianti kirib keldi. Narxi esa chegirma narxda bor yo'g'i $255 evaziga. Bu sezilarli arzon narx hisoblanadi. A32 128 tali $88 faqat chexolni ozgina izi bo'lishi mumkin. Eng asosiy chegirmalar birinchi filialda. Hozir xudo xohlasa ulgib qolsa kifoya. Sizlarga birinchi filialdan zo'r obzorlarni video so'ngida ko'rsatib o'taman. Agar ko'rsata olmasam, pastda Telegram havola orqali iltimos o'tinglar, ko'ringlar bugungi telefonlarni. Sizlar qidirib, smartfonda yaxshisini oqtarib, sifatsizini olib qo'yib, ishonchsiz joydan olib qo'yib, diqqat bo'lib yurishlaringiz arzimaydi. Biz sizlarni smartfon bo'yicha xizmatlarni qilamiz. Biz eng birinchilardan bo'lib ish faoliyatini olib borgan va shu kungacha ishlab kelayotgan eng ishonchli House Mobile'ni eng katta assortimentga ega bo'lgan ikkita filialimiz mavjud. Kechalari 1000 dan ortiq modellarimiz bor. Xursand bo'lamiz, sizlarni chiroyli qilib kutib olamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. 24 soatli operatorskiy tizimimiz sizlarni xizmatlaydi.